Diqqat, diqqat. Muallif video davomida haqiqatni nohaq, nohaqni esa haq deb izohlashi mumkin. Ushbu harakatlar birovni kamsitish yoki tuhmat qilishga qaratilmagan. Videodagi barcha betamiz so'zlar faqatgina tomoshabinlarga kulgu ulashish uchun ishlatiladi. Videolarimizni balog'at yoshiga yetmaganlarga va ayollarga mutlaqo tavsiya qilmaymiz. Hurmat bilan oldindan uzr, videolarimizni ko'rib qilinglar huzur. 10,000 rublni yutib olishni xohlaysanmi sen? Unda zudlik bilan tergin promokod Iskandar Win. Do'stlar, omad silkasi opisaniyada promokodni tering va 10,000 rubl egasi bo'ling. Ibratli video. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan doimgidagi Iskandar. Hurmatli aziz do'stlar, kanalimga xush kelibsizlar. Uni bish qo'yib ketasizlar, chunki bugun biz ibratli video haqida gapiramiz. Instagramda ibrat olaverib, bilan hayvonga aylanib ketyapmiz. Yoki pizdes. Eng zo'r do'stam shu Instagramda, eng iplosi ham shu Instagramda, eng tvari ham, eng shiluqa qizchalar ham biladi o'sha vayinchalarda chiqyapti, bilan birini qo'yib, biriga siktirib. No, nima ham derdik? Biz videoni boshladik. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Keldingizmi? Yo'q, sudralib keldi, ko'ra. Cho'lag'i bu Oskar qani bu? Asqarmi, Oskarmi, ketmonmi? Beringlar bu tvariga bilan. Yurishdi, qaranglar ular. Ko'tiga sikib qo'ygandek keldi o'zi ham. Deb biladi. Pizdes, yo, baravrot. Aka biladi, hammasi o'tib ketadi biladi. Hayot hammani sikadi. Oh, fuck yeah. Bu kim bu metro portlatadigan opacha biladi. Jihodchani kiyib biladi, pizdes biladi. Ichida turski kiymagan, kallaga o'ramaganlaysa qaranglar biladi. Vah, biladi. Qani? Krasovkacha, izicha, kitayskicha, oyoqcha ringlatib kapchonni qilib beradigan mana shu krasovkacha bo'ladi-da. Oyoq bilan yerli ketdi-ku, bilan pizza jar bo'lib ketdi-ku oyoq, vrachka bilan. Oyoq yirtilmasligi uchun vazelincha olasan, vazelincha surtasan, silapanchani kiyasan, ustidan naskcha 3 kun yursang, polni oyoq bilan shildillab haladischa bo'lib qoladi. Eskeli, ombankchalar kiyib oladi-ku, kitayski shataycha bilan. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. O'zingiz? Oyoqqa qo'tag'mas, ya'ni qiyinshayib turmaydi-ku. Hatto bilan rezinkacha qistirib qo'ygan, bilan tirskichani ichiga biladi, oyog'ida biladi. Cho'loqlikga ham o'ynashi pizdes naxo biladi. O'zbek kino sizlarga va dastoyni aktyor topildi. Maneken qo'ysalaring bo'ladi, aka. Tak, qani gurungda eshitaylik, qani pizdes Toshkentning qoq o'rtasida biladi. Uyindagilar nima deyishdi? Uydagilarim rozi bo'lishmayapti. Nimaga sabab? Otasi yo'q, kamiga nogiron bo'lsa, seni qanaqa boqishadi deyapti. Ha, nogiron bo'lsam, otasi o'sgan bo'lsa nima bo'ldi? O'zbek tilida aytayapti. Sani qanday boqadi deyapti. Dalbayoq biladi. Bila. Bu cho'loq desam, bu miyadan ham ketgan ekan-ku. Yarim miya olib tashaganmi deyman biladi, naxoy. Pizdes. Xo'sh, cho'loq bo'lsam, nogiron bo'lsa, otam bo'lmasa nima qilibdi deydi. Tishdimi biladi. Uyimga men boy oilalardan sovchilar kelyapti. O'shalarga rozi deb berdim. Billa, otdi. Bu ketyapti-ku, otdi billa. Pizdes-ku, nima otdi naxoy biladi, naxoy. Ay jalla billa. Qo'shib jaringda bu o'zingni shivangda gapirsang bo'lmaydimi deb. Sizga mayli, uyimga boy oiladan sovchi kelyapti ekan. Gapni qara. Pizdes, odam savdosi auksion bo'lyapti naxoy. Biladi, setka hozir nima beryapti hozir? Ha, bo'ydoqlar qani? Bizlar vaqtimizda o'g'illab sikardi qizlar. Sizlar vaqtlaringda nima bo'lyapti hozir? Telefondan sikishyapti. Mahrchasi nima? Endi bu yoqda o'zi diniy temachaga mahriga nima berar ekan? Qancha bo'lyapti? $500? Bila onasini sizga 1 yillik mahrcham yig'ilib qolibdi-ku o'zi bilaverdi. Tak, mayli. Bu auksionda narxi bilan kimoshni savdosi ketyapti. Aka cho'lar pul yo'q bilan lego omsikkan kelgan boqqa bilan. Qo'ta bilan. Hozir hamyoni boylar hal qilyaptimi? Yo'q biladi, naxoy. Ko'ngil naxoy biladi. Lekin aka biladi. Shuni bor pasport stolga aka biladi. Nalogini to'larman, ko'nglim oqsa, tirik kellangiz deb kalishini ota basharingga biladi. Pul hal qilyaptimi? Bilmayapsizmi? Aka biladi naxoy. Toshkentda shivada gapiryapsiz naxoy biladi. Obstanovka, situatsiya nima bo'lyapti, ketyaptimi, o'qiyaptimi, sovyaptimi biladi naxoy. Sezmayapsizmi yon atrofga qarab aka biladi. Achchiq hayot yo'qmaydi uni. Pul hal qilyaptimi deyapti. Yo'q biladi naxoy. Kalta qo'tag'i naxoy. Hayotga bir marta kelsam yashab qolishim kerak-ku.
nimaga bilet naxi Mercedes turskchada, lipchikchalarda bilet naxi. Sraz naxi ikkita qo'ltoqda olib turmayapsiz, opa bilet naxi. Ras hayotga bir marta keladigan bo'lsangiz, тройничок bilan ЖМЖ. Они этого ожидают и мечтают это увидеть. Минет вдвоем. naxi bilet, или MGM naxi bilet, talpacha, gangbang naxi bilet, fisting, squirt naxi bilet, chig'anoq, pig'anoq bilet naxi. Nimaga unday qilmayapsiz? Hayotga bir marta kelyapmiz, yashab qolish kerak-ku. Biznes naxi bilet. Keyin imkon bo'ladimi, yo'qmi? Ular ssenariyni ham kelisha olmayapti. Agar sal shoshmaydir, birdan naxi bilet. Ssenariydan chiqib ketdi naxi. Bitta dublda olganda bilan. Ha, ko'raylikchi nima bo'lar ekan. Agarda sen shunchalik mukammal bo'lsang, sen eringga xazina bo'l. Aka, bu tishi tog'arangizni naxi o'zingizga olinglar. Hali metallamga olmaydi bilan. Yo, ko'ringchan qaranglar. Agar sen mukammal bo'lsang, eringga xazina bo'lasan. Ko'laysan menga drelcha bilan tir. Men xuya chiqmayapti-ku bu yerdan biladi. Guring pizdets naxi. Ering sen bilan boy bo'lsin. Sog' bo'lasiz. Bilat suga. Yuragim g'amda ona, pulimiz kamda ona. Shuni endi uyga kelib tasavvur qilganmisizlar hech bir uyga borib turib. O'g'lim yaxshimisan? Ha, ishdan keldingmi? Nima bo'ldi? Yuragim g'amda ona, pulimiz kamda. Padarni alat, men senga ishla degandim. Iplos, ishla deb. Aytadi-da keyin, qo'shiq aytsangiz onangizga biladi. Sikay biladi. Voy bilat, pizdez, akacha diqqatchimi? Diqqat rolini o'yna. Hozir oyoqchasi ishlamaydi, endi qara oyoqchasi. Omga ketdik desam, mana shu shipillak qilib ketdik aka deb biladi. Toqqa chiqib, onasingizga alpinistlardek marafonni topshirib, biladi. Himalay tog'ining uchiga omni qo'yib qo'ysang, gipilla borib sikadi. Chigirtkadek sakrab chiqadi biladi. Suga pizdez zahra biladi. Qo'yinglar, ukalar biladi. Endi biz buni hozir ko'rib nima? Wow, deyishimiz kerak-da endi. Pizdez bilan hayotda biz neto yashaydigan ekanmiz. Hayotda biz boshqatdan boshlashimiz kerak. Nimanidir tushunmaganmiz. Nega afsus, wow deb yorishimiz kerak-da. Shu gapingizga Anjona fan gapi bo'lardi. Akalar biladi axir. Xuyni Instagramda aytib biladi. Otakni axir biladi. Shu. Men esa hozircha sizlar bilan xayrlashib qolaman. Sog' salomat bo'linglar. Hamma vaqt omchani tekinga sikinglar. Xayr. Iskandar Makedonskiy. Kulurib Instagram, YouTube Iskandar Makedonskiyga maktub. Omad ijodga adushi brat va klip muzik. Retseptlarga YouTube'larda Iskandar Makedonskiy. Instagramda Iskandar Makedonskiy. Telegramda Iskandar Makedonskiy. Bu qo'shiq astoyda tay.